Nurg'un qushlar xuddi osmondan tushgandekla qumliqda paydo bo'ldi. Saqaq qush savrchanlik bilan kutmoqda. Toz bo'yin qoqir uyon bu yoqqa mangmoqda. Ular uzun o'tmay o'zlarini taqozo qilgan narsani ko'rdi. Bu dengiz taşpaqısı bir yılın 4 fəslində tuxum doğdu. Dengiz taşpaqısı balaları hər gün keçdi degudək tuxumdan çıxdı. Şuna quşlarning tumshuqchilik keladigan dengiz taşpaqısı balaları quşlarning üzülməydigan yeməklik mənbəsi. Saqaq qush tumshuqi bilan taşpaqı balasini qumdan qovlab chiqardi. Nektokorakis turnisi bo'lsa, dengiz taşpaqısı balaları o'milab yer yuziga chiqqandan keyin andin ularni tutadi. Dengiz suyi bu yerga necha 100 metrlik keladi. Az deganda 3dan 1 qism dengiz taşpaqısı balaları dengizga boradigan mushu yo'lga yoshirilgan. Ularni ovlab yeydiganlar qushlar bo'lmasdan timsoh, lahang ve göçxo'r baliqlarmi tez su rayonida ularni kutmoqda. Amaliyotda har 100 dengiz taşpaqısı balasidan faqat birsini o'sib yetilalaydi. Bu başka bir dengiz sahili, bir favqulodda oqshom. Kosta Rika'da bir xil dengiz taşpaqısı əmdili tuxumdan chiqqan taşpaqı balalarının teximi ko'p qismini saqlab kelishning bir xil chorasini topdi. Ko'payish yuqori pallasining oldikayında 400 mingdak kishi taşpaqa bu dengiz sahiliga keladi. Her bir soatda 5 mingdan ko'p dengiz taşpaqısı kelib ketib turadi. Sahil qistan bo'lib ketadi. Ular bir kichikgina joyni tepib uvqulash uchun amalsiz boshqalarning dömbisidan o'milab o'tishga majbur bo'ladi. Bu bir qancha kunda ular 40 milliondan ko'p tuxum topadi. 6 haftadan keyin bu yerda dunyoga kelgan dengiz taşpaqısı balalarining soni kishini hayron qoldirdi. Bazı keçileri 2 milyondan artıq dengiz taşpaqısı balası birlikte dengizga yurish qiladi. Buncha vala ko'p taşpaqı balalarining tangli paydo bo'lishi ularni tutib yeguvchilarni cho'chitadi. Shunga ko'p sondagi taşpaqı balalari bir-biriga hamdam bo'lib dengizga omon eson yetadi. Eğer dengiz taşpaqısının qirg'oqqa chiqib tuxum tug'ishi bek jafoliq safar deyilsa, undaqda bu beliqqa nisbatan texim jafo. Her yili Newfoundlandning 100 kilometrlik dengiz qirg'og'ida kapilin beliqlarining hammasi sahilga sakrab chiqib oladi. Sahilga chiqib olgan beliq az degandimi million tonna keladi. Ular burkut va choykidek tapqur qushlarga mo'l sovg'a bo'ladi.